Sardor Mamadaliyevni sudga berishdi. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Jahon va o'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Xonanda Ruxshona qizining kichikligidagi suratini joylab, oilaviy ajrim mahali farzandlari bilan duch kelgan qiyinchiliklar haqida esladi. Taniqli aktrisa Sitora Farmonova turmush o'rtog'i bilan Madina shahridan ko'rinish berdi. Aktrisa Yulduz Rajabova turk aktyori Emre Kviljan bilan ZAGS marosimidan fotolarni muxlislari bilan bo'lishdi. Marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning qizi Vayner Madina Tojiboyeva tez orada onalik baxtiga musharraf bo'lishi haqida kuzatuvchilarga ma'lum qildi. Xonanda Shahzoda tinchlik va ichki xotirjamlik eng oliy ne'matligini ta'kidlab, tinchlik sharofati bilan rejalar tuzib, sokin hayot kechirish mumkinligi haqida mushohada yuritmoqda. Aktrisa Aysenamxon Yusupova tarmoqqa yangi suratlar joylar ekan, insonlarni o'zlari bilan mashg'ul bo'lishga chorladi. Xonanda Dilnoz barcha xotin-qizlarni bayram bilan qutladi. Turk aktrisasi Neslihan Atakul o'g'li Azizni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. Xonanda Sardor Mamadaliyev bir ko'rsatuvda boshlovchining iltimosi bilan marhum san'atkor Sherali Jo'rayevning Bandaman qo'shig'ini kuylagani uchun sudga berishgani haqida ma'lum qilar ekan, o'zidan tashqari yana 20 ga yaqin xonanda ham xuddi shu sabab bilan sudga chaqirilgani haqida aytdi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.